G'azoda sodir bo'layotgan voqealar bizdan uzoqdek tuyulishi va siz nima qila olamiz deb so'rashingiz mumkin. Bir voqea mening yodimga tushdi. O'rmonda yong'in chiqadi. Barcha hayvonlar dahshat va nochorlikda yashaydi. Lekin kichkina qush dengizga uchib borib qaytib keladi. U yoqdan bu yoqqa kichik tumshug'ida suv tomchilarini olib keladi. Ilon kulib so'raydi: "Nega bunday qilyapsan? Sen hech qachon olovni o'chira olmaysan." Bechora qush javob beradi: "Ha, bilaman." "Unda nima uchun buni qayta-qayta qilyapsan?" deb yana so'radi ilon. "Men shunchaki o'z vazifamni qilyapman." Oxirgi marta javob berdi qush. Qush olovni to'xtatib bo'lmasligini biladi, lekin u harakatsiz qolishdan bosh tortdi. Ko'pincha bizga o'zgarish qilish uchun juda kichik ekanligimizni aytadigan dunyoda bu hikoya menga insonning kuchi uning harakatlarining miqyosida emas, balki tanlovida ekanini eslatadi. O'zini ko'rsatishida eng muhim pallada sukut yoki xotirjamlikni saqlashdan bosh tortishda. Pep Guardiola. Bu aytib bergan hikoyasi sizga qaysi hikoyani yoki qaysi bir rivoyatni yodingizga soldi? Izohlarga yozib keting.